Tushda yarim oy va yarim quyoshni ushlab turishni ko'rishning ta'birlari. Yorug'lik va zulmatning uyg'unligi. Oy va quyosh birga bo'lishi ikki qarama-qarshi kuchlarning birlashishini anglatadi. Bu hayotingizda muvozanatga erishish yoki ikki xil vaziyat o'rtasida qaror qilish kerakligini bildiradi. Ikkilanish va tanlov. Oy va quyoshni birga ushlash hayotingizda muhim bir tanlov yoki ikki yo'l orasida qolishingizni bildirishi mumkin. Ikki dunyo o'rtasidagi bog'liqlik. Quyosh ko'pincha ongli dunyoni, oy esa ichki, sirli va hissiy dunyoni ifodalaydi. Bunday tush sizning ruhiy yoki ma'naviy izlanishda ekanligingizni bildirishi mumkin. Omad va kuch. Quyosh hayot energiyasi va kuch ramzi, oy esa sokinlik va ichki fikrlashni anglatadi. Ularni birga ushlash hayotingizda omad va ichki tinchlik topish imkoniyati borligini bildirishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.